Sizda holatingizda bu yerda ikkita muammo bor. Birinchisi jinsiy holatda turishi sustligi, ikkinchisi ikkilamchi o'sha jinsiy aloqada vaqti tez bo'lishligi. Buni 3 oydan 6 oygacha ichiladi, jinsiy aloqa doimiy bo'lganda. Agar o'sha sizga yordam berayotgan bo'lsa, juda yaxshi. Biz bilishimiz kerak, nima uchun agar prostatit bo'lsa, sizda infeksiya mana bu yerdan kelib bu yerga o'tirib qolganmi, buni aniqlashimiz kerak. Sizda da harakat qilib ko'rishibdi, buni lecheniya qilishlikka. Endi obsledeniya qilgan, testini topshirgan, lekin bu obsledeniyalar yaxshi, yetarli darajada emas. Misol, bu yerda mana pochkangizda ham tekshirgan, jigarlaringizda ham qolgan spermogramma menga kerak emasdi. Prosta bizda qiladigan ishimiz любой kasallikni o'zimiz o'ylab topib, o'zimiz bilganimizcha ish qilmasligimiz kerak. Ularni tekshirishda, davolashda. Biz qiladigan asosiy ishimiz faqat rekomendatsiya bilan ish qilamiz. Ya'ni bu assotsiatsiya degan narsa bor. Hamjamiyat, urologlar, Yevropeyskiy urolog hamjamiyati sizga o'xshagan bemorlarni misol 10 mingta, 100 mingtasini tekshirib, mana shunday qilsalaring, shuni tekshirsalaring, shuni lecheniya qilsalaring yordam beradi deb aytgan shu tavsiyanoma bilan ishlaymiz. Undan chiqmaydi shu protokoldan tashqari. Sizda holatingizda bu yerda ikkita muammo bor. Birinchisi jinsiy holatda turishi sustligi, ikkinchisi ikkilamchi o'sha jinsiy aloqada vaqti tez bo'lishligi. Bu erkak kishi uchun ham, ayol uchun ham juda katta problema. Nimaga desa, vaqti uzoq bo'lishi kerak, turishi qattiq bo'lishi kerak, siz ham qoniqishingiz kerak, oila ham qoniqishi kerak. Lekin sizni harakat qilib ko'rishda davolashlikka men bu yerda bunday qilmagan bo'lardim. Bu yerda sizda birinchi navbatda jinsiy gormonlaringiz tekshirilgan, yana boshqa qalqonsimon bezi, miya qanday ishlaydi, prolaktin ularni обязательно ko'rish kerak sizning holatingizda. Обязательно aniqlash kerak, sizda bu qandli diabetda birorta alomat yo'q, lekin tez bo'shanishlik, keyinchalik paydo bo'lishligi, jinsiy holat turishi susayishligi bitta alomati bo'lishligi mumkin. Qolgan alomat yo'q. Semiz emassiz, misol kechqurun siganda turmaysiz, siyishda muammolari yo'q, bunaqa. Nima muammo bor? Kamkam ko'p keladi. Kamkam u prostata bezdagi bo'lgan muammoda, uni hozir tushuntiraman. To что mana bu narsani biz shu narsalarni tekshiramizda, ichgan dorilaringizni o'sha bitta tegral listda deyapsiz, 1 oy kam. Buni 3 oydan 6 oygacha ichiladi, jinsiy aloqa doimiy bo'lganda. Agar o'sha sizga yordam berayotgan bo'lsa, juda yaxshi. Lekin biz ko'rib olishimiz kerak, nimadan kelib chiqqan. Bu birinchisi. Lekin u analizdan keladi. Ikkinchisi to'shda sizda prostatada muammo, orada og'riq deyapsiz. Mana bu sizda prostata bezingiz. Prostata bezida og'riqlar shu prostatani o'zidanmi? Lekin bu joyda boshqa organlar ham bor. Muskullar bor, mushaklar bor, bu yerda nervlar bor, tushunyapsizmi? O'shandan biz hozir bitta narsani isbotlashimiz kerak. Bu og'riqlar shu yerdagi bo'lgan shamollashdan kelyapti. Buni aniqlashlik uchun biz prostatadagi birinchi navbatda orqadan kirib ko'rishimiz kerak. Nima uchun bu og'riyapti? Prostataning razmeri, bitta qanaqa o'zgarishlar bor uzida. Qorindan emas, orqadan to'g'rima-to'g'ri prostataga tushgan. Ikkinchidan, do'g'istakanda proba mochi deydi. Ya'ni biz jinsiy shu prostatani o'zidan oldin peshob qilasiz. Peshob mana bu siydik pufagidan keladi. Keyin massaj qilamiz. Massaj qilgandan keyin mana bu prostataga bo'lgan kanal shamollashdagi o'sha kanallardan shamollashlar kelib chiqadi hujayralar. Massaj qilgandan keyin qandaycha agar u yerda leykotsitlar, yallanishgan hujayralar, bakteriyalar bo'lsa, demak haqiqatdan bitta shamollash sizda bor. Uni nima qilish kerak? Bu yerda bakpasev degan narsa bor. O'sha bu yerda qanaqa bakteriya o'tiribdi va u bakteriya qaysi antibiotikga ta'siri bor. Ya'ni antibiotiklarni tekshirib ko'riladi, 7 kun davomida kuzatiladi, yo 5 kun, 7 kun o'sha chiqqan bakteriyaga antibiotik berib ko'riladi. Agar o'shan ta'sir qilsa, o'sha antibiotikni sizga yozish kerak. Chunki agar prostatit haqiqatan bo'lsa, og'riqlar ham shundan bo'lishi. Lekin biz o'zi qildik, bu analizlarni hammasini oldik. Bu yerda birorta yallig'lanishni jarayoni bo'lmasa, demak bu og'riq bu yerdan emas. Og'riq yo mushaklardan, yo boshqa joydan. Tushunyapsizmi? Buni isbotlash kerak. Bitta siydik bilan yo bitta o'zi yo asqada nimadan keyin massaj qilib davolash bo'lmaydi bu yerda. Bu yerda shunaqa qilish kerak. Buni hammasi bu bedavo kasallik emas. Buni davolasa bo'ladi. Lekin diagnostika to'g'ri bo'lishi kerak-da. Qachonki to'g'ri diagnoz bo'lsa, to'g'ri lecheniya bo'ladi. Tushunyapsizmi? Sizda holatingizda muammo bor, muammo jiddiy bo'lsa, buni davolasa bo'ladi. Shuning uchun hamma taraflama ko'rish kerak. Hozir imkoningiz bo'lsa, men shu analizlarni olaman. Bugun xudo xohlasa tayyor bo'ladi analiz. Bakpasev bormi Farhodlarda? Bakpasev sekreta kerak.
masajmi? Yo'q, masaj qilib so'kini olamizda prostatani. Ichidan bakteriyani olib qo'yamiz. Vakpasev sekretari qilib beradi bu agar o'g'irsiz. Tushunyapsizmi? Shunday qilib tekshiramizda, keyin uylanishingiz kerak. Xudo xolasa doriga javob berayotgan bo'lsa juda yaxshi. Dori bilan chiqib ketiladi bu narsa. Birinchi yo'lda. Tushunyapsizmi? Bitta общий analizmachi do'stakanni proba bo'ladi. Sekret prostata, qonda gormonlarni ko'rish kerak. TTga CD dozlamasini topshirsinda do'stakan tayyorlaydi, truzi prostata bo'ladi bu yerda. Prostatadan orqadan kirib ko'rish kerak. Bir marta ko'rgandilar lekin qo'rada. Ko'rish orqadan kirishganmi? Ha, ko'rgandilar zastoyniy prostatit deb yozilgan. Endi zastoyniy prostatitni o'zi bu birorta kitobda yo'q. Prostata ishib ketsa shunaqa deb muammo bo'ladi. Ko'ramiz hozir hammasini. Androxol siz begona ayollarga borganmisiz? Jinsiy aloqa begona Bironta ayollar. infeksiya yo'q menda. Siz begona ayollar bilan yaqinlik qilgansiz, lekin Pitsil diabetga olmagan. Предохранение. обязательно androxol yo'q. Pitsil diagnostika olinmagan bu yerda. Yana muammosida ikkita bo'lganligi uchun ko'p analizlar kerak bo'ladi. Ular hammasi asoslangan argumentirованный analiz. Biz bilishimiz kerak, nima uchun agar prostatit bo'lsa sizda infeksiya mana bu yerdan kelib bu yerga o'tirib qolganmi, buni aniqlashimiz kerak. Bo'lmasa bakpasev sekret prostata olmay turing bo'lmasam Farhod. Agar bir lekatsit chiqsa, keyin keladi yoki boshqa joyda nima qiladi, bakpasevni keyin olib ko'ramiz. Chunki agar hozir biz bilishimiz kerak, yanglanish bor, lekin infeksiya обязательно kerak. Uni androxlor oling. Da. Hozir hammasini aniq bilamiz-ki, androxollar spiskasini Jamshid akaga bersangiz tezroq qilib berish uchun aytishsin. Aytdingizmi? Spiskasini berishingiz kerak edi.